Jahon chempionati yo'llanmasiga ega chiqqan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga mashina sovg'a qilinadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor Jahon chempionati finali bosqichiga yo'llanma oldi. Temur Kapadze boshchiligidagi jamoa Abu Dabi shahrida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahs olib bordi va o'yin 0-0 hisobida durang bilan yakunlandi. Ushbu natija oq bo'rilarga mundial yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun yetarli bo'ldi. Daryo nashriga yaqin manbalar bergan ma'lumotga ko'ra, AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan Jahon chempionatiga yo'llanma olgan terma jamoa futbolchilariga mukofot tariqasida BYD Champion rusumidagi avtomobillar taqdim etiladi. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bugun 6-iyun kuni soat 16:00 da O'zbekistonga qaytib kelishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, futbol bo'yicha Jahon chempionati 2026-yil 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadi. Rossiyaning CSKA hamda Rubin klublari Abbosbek Fayzullayev va Rustam Ashurmatovni Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritganlari bilan tabrikladi. Undan tashqari Roma klubi ham o'zining Instagram sahifasi orqali Eldor Shomurodovni Jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabrikladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, O'zbekistonni birinchilardan bo'lib tabriklagan bu FIFA rasmiy sahifasi va OFK rasmiy sahifalari hisoblanadi. Undan so'ng FIFA O'zbekiston terma jamoasiga oid bir qancha xabarlarni ham chiqardi. Ulardan biri FIFA rasmiy sahifasi O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov haqida bo'ldi. Unda shunday yozilgan: APLdagi ilk o'zbekistonlik futbolchi, ilk bor FIFA Jahon chempionati yo'llanmasi. O'zbekiston futboli tobora yuksalib bormoqda, deyiladi xabarda. Qozog'istonlik qardoshlar barcha publiklarda bizni qo'llayotgan bir paytda qo'shnilarimiz ustozidan navbatdagi avval ham uni tanqid qilgan edik. G'alati fikr. O'ylashimcha shunchaki tabriklab qo'yish to'g'ri fikr bo'lardi. Bir marotaba Jahon chempionatiga chiqqandan so'ng biz keyin O'zbekistonga nima bo'lishini bilmaymiz. Qozog'iston esa Yevropada to'p suradi. Albatta O'zbekistonni ulkan g'alaba bilan tabriklayman. Biroq Yevropa ancha katta daraja. Biz o'yimizda Fransiya yoki Belgiya singari katta jamoalarni olib kelishimiz mumkin. Mbappe yoki yaqinda keladigan Lukaku shunga misol. O'ylashimcha mamlakat futboli uchun UEFAda bo'lish ko'proq ahamiyatga ega. Ha, aytgancha, u bu oltinga teng fikrini bir necha yildan beri rasmiy o'yin o'tkazmagan Belarusga 4-1 hisobida boy berilgan o'yindan keyin bildirdi. Bu haqida Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev o'zining Telegram sahifasi orqali e'lon qilgandi.